Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men pensiya oladigan har bir inson, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan har bir fuqaro va ota-onasining pensiya masalalariga yordam berayotgan farzandlar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap pensionerlar uchun kuchga kirishi mumkin bo'lgan yangi cheklovlar, tekshiruvlar, to'lovlarni qayta ko'rib chiqish va ayrim hollarda pensiyani vaqtincha to'xtatib turish sabablari haqida ketmoqda. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirish mumkin emas. Chunki bitta noto'g'ri hujjat, bitta yangilanmagan ma'lumot yoki bitta kechiktirilgan murojaat pensiya to'loviga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy, tushunarli va amaliy qilib tushuntiraman. Oldin qanday edi? Hozir nimalarga e'tibor kuchaymoqda? Kim xavotir olishi kerak, kim esa bemalol bo'lishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida men sizga aniq qadamlar ro'yxatini beraman. Qayerga borish, qanday hujjatlarni tayyorlash, nimani tekshirtirish va qanday ariza yozish kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar pensiyangizni saqlab qolish va ortiqcha muammoga tushmaslik uchun kerak bo'ladi. Avval pensiya masalasida ko'p narsa oddiyroq ko'rinardi. Fuqaro pensiyaga chiqardi, kerakli hujjatlarini topshirardi. Mehnat staji hisoblanardi, pensiya miqdori belgilanardi va keyin har oy to'lov kelaverardi. Albatta ilgari ham tekshiruvlar bo'lgan, lekin ko'p hollarda ma'lumotlar qog'oz hujjatlar, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi ish joyidan berilgan ma'lumotlar asosida yuritilgan. Shu sababli ayrim xatolar yillar davomida bilinmay qolishi, ayrim hujjatlar takror tekshirilmasligi yoki fuqaroning yashash joyi ishlashi, chet elga chiqishi kabi holatlar kech aniqlanishi mumkin edi. Hozir esa vaziyat o'zgarmoqda. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Pensiya jamg'armasi, soliq organlari bandlik tizimi, fuqarolik holati dalolatnomalari, migratsiya ma'lumotlari, bank tizimi va boshqa idoralardagi ma'lumotlar ko'proq solishtirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Endi pensiya faqat bir marta tayinlanib, umuman tekshirilmaydigan to'lov sifatida qaralmaydi. Aksincha pensiya tayinlangandan keyin ham ayrim shartlar doimiy ravishda nazorat qilinishi mumkin. Bu yerda eng muhim masala shuki, cheklov deganda har doim ham pensiyani kamaytirish tushunilmaydi. Ba'zan cheklov degani qo'shimcha tekshiruv, hujjat talab qilish, ma'lumotni yangilash, ortiqcha to'langan pulni qaytarish. Nafaqa yoki ustama shartlarini qayta ko'rib chiqish bo'lishi mumkin. Masalan, odamning asosiy yoshga doir pensiyasi saqlanadi, lekin unga qo'shib berilayotgan ustama, parvarish puli, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Nogironlik bo'yicha to'lov yoki imtiyozli hisoblangan davrlar qayta tekshirilishi mumkin. Men eng avvalo shuni aytaman. Oddiy pensioner, ya'ni qonuniy mehnat stajiga ega, hujjatlari to'g'ri, yashash manzili aniq, bank kartasi o'z nomida ortiqcha yoki soxta ma'lumot bermagan fuqaro vahimaga tushmasligi kerak. Lekin oxirgi yillarda pensiya tizimida tartib-intizom kuchaygani sababli ayrim toifadagi odamlar albatta hujjatlarni tekshirtirib qo'yishi kerak. Birinchi o'zgarish yashash va shaxsiy ma'lumotlarni aniqlashtirish bilan bog'liq. Agar pensioner boshqa hududga ko'chgan bo'lsa, lekin ro'yxat ma'lumotlari eski manzilda qolgan bo'lsa, bu muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, Tohir ota Samarqandda pensiyaga chiqqan. Keyin farzandlari yoniga Toshkentga ko'chib kelgan. U pensiyasini bank kartasidan olib yuradi, lekin rasmiy manzili hali ham Samarqanddagi eski uyda. Agar tizimda manzil, bank filiali, hali yoki boshqa ma'lumotlar solishtirilsa, undan ma'lumotni yangilash so'ralishi mumkin. Bu pensiya darhol bekor bo'ladi degani emas, lekin kechiktirilgan aniqlashtirish to'lovda uzilish keltirib chiqarish ehtimoli bor. Ikkinchi o'zgarish ishlayotgan pensionerlar bilan bog'liq. Ko'pchilik pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bu qonunan mumkin bo'lgan holat, lekin ayrim to'lovlar va ustamalar aynan ishlamaslik sharti bilan berilishi mumkin. Masalan, bir kishi yoshga doir pensiya oladi va qo'shimcha ravishda muayyan ijtimoiy yordam yoki ustama ham oladi. Keyin u rasmiy ishga kiradi, ish haqi oladi, soliq tizimida daromadi ko'rinadi. Agar o'sha qo'shimcha to'lov ishlamaydigan shaxslarga berilishi belgilangan bo'lsa, bu qism qayta ko'rib chiqiladi. Bu yerda asosiy pensiya emas, aynan qo'shimcha to'lov masalasi muhim. Uchinchi o'zgarish hujjatlarining haqiqiyligi va staj bilan bog'liq. Pensiya hisoblashda mehnat staji, ish haqi, imtiyozli ish sharoiti, arxiv hujjatlari katta ahamiyatga ega. Avval bir korxonadan berilgan ma'lumotnoma asosida pensiya hisoblangan bo'lishi mumkin. Hozir esa ayrim ma'lumotlar
boshqa bazalar bilan solishtirganda farq chiqishi mumkin. Masalan, hujjatda fuqaro 1995 yildan 2005 yilgacha bir korxonada ishlagan deb ko'rsatilgan. Lekin arxivda faqat 1995 yildan 2001 yilgacha ma'lumot bor. Yoki ish haqi juda yuqori ko'rsatilgan. Ammo soliq yoki boshqa hisoblarda bunday raqam topilmaydi. Bunday vaziyatda idora qo'shimcha dalil so'rashi mumkin. 4-o'zgarish bank kartasi va to'lovni kim olayotgani bilan bog'liq. Pensiya shaxsiy to'lov hisoblanadi. U pensionerning o'ziga tegishli. Agar bank kartasidan doim boshqa odam foydalanayotgan bo'lsa, pensionerning o'zi uzoq vaqt ko'rinmasa, ishonchli muddati tugagan bo'lsa yoki fuqaroning holati bo'yicha savollar paydo bo'lsa, to'lovni aniqlashtirish talab qilinadi. Masalan, Halima aya yoshi katta, pensiyasini o'g'li olib keladi. Bu mumkin, lekin hammasi qonuniy bo'lishi kerak. Ishonchnoma to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi. Ayaning tirikligi va yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar aniq bo'lishi. Bank va pensiya idorasida tushunmovchilik bo'lmasligi kerak. Men tomoshabinlarga aniq qilib aytaman. Quyidagi holatlardan biri sizda bo'lsa, albatta pensiya hujjatlaringizni tekshirtirib qo'ying. Birinchisi, pensiya tayinlanganidan beri manzilingiz, familiyangiz, pasport ma'lumotingiz yoki bank hisobingiz o'zgargan bo'lsa. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan, keyin pensiya rasmiylashtirilgan yoki aksincha, pensiya olgandan keyin pasport almashtirilgan. Bunday holatda tizimda eski va yangi ma'lumotlar to'liq bog'langan bo'lishi kerak. Ikkinchisi, pensiyani hisoblashda arxiv ma'lumotnomalari ishlatilgan bo'lsa. Ayniqsa eski korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan, hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lsa, ba'zan ma'lumotlarda farq chiqadi. Misol uchun, Qodir aka 36 yil staj bilan pensiyaga chiqqan. Shundan 8 yili sobiq zavodda ishlagan davrga to'g'ri keladi. Zavod yopilgan, ma'lumot arxivdan olingan. Agar keyin arxiv hujjatlarda lavozim nomi, ish davri yoki ish haqi bo'yicha aniqlik talab qilinsa, Qodir aka qo'shimcha hujjat olib borishiga to'g'ri kelishi mumkin. Uchinchisi, siz pensiya bilan birga boshqa to'lov ham olayotgan bo'lsangiz, bu nogironlik bo'yicha qo'shimcha to'lov, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, parvarish puli, kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam, kommunal imtiyoz yoki boshqa kompensatsiya bo'lishi mumkin. Ko'pchilik xato qilib hammasini bitta pensiya deb o'ylaydi. Aslida asosiy pensiya alohida, qo'shimcha yordamlar alohida shartlar bilan belgilanadi. Shart o'zgarsa, to'lov ham o'zgarishi mumkin. 4-si, siz yoki yaqinlaringiz chet elga uzoq muddatga ketgan bo'lsa, chet elga chiqishning o'zi har doim pensiyani bekor qilmaydi, lekin doimiy yashash, vaqtincha yashash, ro'yxatdan chiqish, bank kartasini boshqa odam ishlatishi, pensionerning shaxsan tasdiqdan o'tmasligi kabi masalalar muammo keltirishi mumkin. Masalan, bir pensioner 6 oyga farzandi yoniga ketdi. Bu bilan pensiyasi avtomatik yo'q qolmaydi. Lekin u doimiy yashash uchun boshqa davlatga ko'chsa yoki tegishli tartibda ma'lumot bermasa, savollar paydo bo'ladi. Agar sizning hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, pensiya o'z nomingizdagi bank kartasiga tushayotgan bo'lsa, manzilingiz ro'yxatda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, qo'shimcha to'lovlar bo'yicha yashirin holat bo'lmasa, siz vahima qilishingiz shart emas. Pensiya tizimidagi tekshiruvlarning maqsadi oddiy fuqaroning pulini tortib olish emas, balki noto'g'ri tayinlangan, ortiqcha to'langan yoki hujjatsiz asoslangan to'lovlarni aniqlashdir. Masalan, Dilbar opa 12 yoshda, 22 yil rasmiy staji bor, pensiyasi yillar oldin qonuniy tayinlangan, bank kartasi o'zida, pasporti yangilanganida ham barcha ma'lumotlari tizimga kiritilgan. U qo'shimcha imtiyoz uchun yolg'on ma'lumot bermagan, boshqa odam nomidan to'lov olmaydi. Bunday odam uchun asosiy tavsiya oddiy. Hujjatlarni uyda tartibli saqlash, telefon raqamini idoralarda yangilab qo'yish, bank kartasini begona odamga bermaslik. Yana bir misol. Rustam aka pensiyada, lekin yarim stavkada qorovul bo'lib ishlaydi. U rasmiy ishlaydi. Ish haqi oladi, soliq to'lanadi. Agar uning pensiyasi qonun bo'yicha ishlashga ruxsat berilgan yoshga doir pensiya bo'lsa, bu holatning o'zi muammo emas. Lekin u ishlamaydigan shaxslarga beriladigan alohida yordam yoki kompensatsiya olayotgan bo'lsa, ana o'sha qismni tekshirtirishi kerak. Demak, masala ishning o'zida emas, qaysi to'lov qanday shart bilan berilganida. Men endi pensionerlar uchun amalda eng ko'p muammo tug'diradigan cheklov va tekshiruv yo'nalishlarini ketma-ket sanab beraman. Birinchi yo'nalish shaxsni tasdiqlash. Pasport yoki identifikatsiya kartasi muddati.
familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, jasashashir, yashash manzili to'g'ri bo'lishi kerak. Bitta harf xatosi ham bank, pensiya idorasi va boshqa tizimlarda mos kelmaslikka olib kelishi mumkin. Ikkinchi yo'nalish yashash joyi va ro'yxat. Pensioner qayerda yashayotgani, qaysi hududda ro'yxatda ekani, mahalla yoki tegishli idoralarda ma'lumot yangilanmagani muhim. Ko'chib ketgan, lekin eski manzilda qolgan odamlar birinchi navbatda ma'lumotni tuzatishi kerak. Uchinchi yo'nalish mehnat staji. Mehnat daftarchasi, elektron mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi ma'lumotlari bir-biriga mos kelishi kerak. Agar pensiya imtiyozli staj bilan tayinlangan bo'lsa, masalan, zararli ish sharoiti, pedagogik yoki tibbiy ish staji maxsus lavozimlar bo'yicha berilgan bo'lsa, tekshiruv yanada sinchiklab bo'lishi mumkin. 4-yo'nalish qo'shimcha daromad va rasmiy ish. Pensioner ishlashi mumkin, lekin ayrim ustamalar yoki yordamlar daromadga bog'liq bo'ladi. Shu sababli ishga kirganda yoki tartibdagi tadbirkorlik oshganda, ijara daromadi yoki boshqa rasmiy tushum paydo bo'lganda qaysi to'lovlarga ta'sir qilishini aniqlash kerak. 5-yo'nalish 2 xil to'lovni bir vaqtning o'zida olish. Ba'zan fuqaro bir nechta asos bo'yicha to'lovga haqli bo'lishi mumkin, lekin qonun ayrim hollarda faqat bittasini tanlashni talab qiladi. Masalan, yoshga doir pensiya va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi masalasida yoki nogironlik pensiyasi va boshqa turdagi to'lovlarda aniq tartib bo'ladi. Odam bilmasdan ikkita to'lovni olib yurgan bo'lsa, keyin ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. 6-yo'nalish ishonchnoma orqali pensiya olish. Agar pensioner o'zi bora olmasa, ishonchli vakil orqali pul olish mumkin. Lekin ishonchnoma muddati o'tib ketmasligi, notarial tartib to'g'ri bo'lishi. Vakilning huquqi aniq yozilishi kerak. Ishonchnoma eski bo'lsa, bank to'lovni bermasligi yoki pensiya idorasi aniqlashtirish so'rashi mumkin. 7-yo'nalish vafot etgan shaxs nomidan to'lov. Bu eng jiddiy masala. Agar pensioner vafot etgandan keyin ham uning kartasidan pul yechilgan bo'lsa, bu ortiqcha to'lov hisoblanadi va qaytarilishi talab qilinadi. Ba'zi oilalar buni bilmasdan qiladi. Karta qo'lda qoladi, pul tushadi, ro'zg'orga ishlatib yuboriladi. Lekin qonuniy tomondan bu muammo tug'diradi. Shuning uchun yaqin kishi vafot etganida tegishli idoralarga vaqtida xabar berish zarur. Endi eng ko'p noto'g'ri tushuniladigan istisnolarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Pensiyani tekshirish pensiyani bekor qilish degani emas. Idora sizdan hujjat so'rasa, bu siz aybdorsiz degani emas. Ko'pincha tizimda ma'lumot yetishmaydi yoki ikki bazadagi raqam mos kelmaydi. Siz hujjatni olib borasiz. Ma'lumot to'g'rilanadi va to'lov davom etadi. Ikkinchi nozik jihat, ortiqcha to'langan pul har doim ham fuqaroning qasddan qilgan xatosi sababli bo'lmaydi. Ba'zan idoraning o'zi noto'g'ri hisoblagan bo'lishi mumkin. Ba'zan eski ma'lumot noto'g'ri kiritilgan bo'ladi. Lekin ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish masalasi baribir ko'tariladi. Shuning uchun pensiya miqdori birdaniga sezilarli oshib ketsa yoki siz tushunmagan qo'shimcha pul tushsa, xursand bo'lib darhol sarflab yubormang. Avval sababini aniqlang. 3-nozik jihat. Bank kartasi farzanda bo'lishi qulay, lekin xavfsiz emas. Men tushunaman, ko'p ota-onalar yurishga qiynaladi. Bankomatdan foydalanishni bilmaydi, farzandiga ishonadi. Lekin karta, PIN kod, SMS xabarlar begona qo'lda bo'lsa, keyin nizoli vaziyatda isbotlash qiyin bo'ladi. Eng to'g'ri yo'l ishonchnoma, bankdagi qonuniy vakillik yoki uyga yetkazib berish imkoniyatlari haqida so'rash. 4-nozik jihat. Nogironlik bo'yicha to'lovlar tibbiy xulosa muddatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar nogironlik muddati tugasa, qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, kechikish to'lovni vaqtincha to'xtatishi mumkin. Misol uchun, pensionerga 1 yilga nogironlik guruhi berilgan. U sanani unutdi, qayta ko'rikka 2 oy kechikdi. Natijada shu davrda qo'shimcha to'lov bo'yicha muammo paydo bo'ladi. Demak, tibbiy hujjatlarda muddatni albatta nazorat qilish kerak. 5-nozik jihat, pensiya yoshiga yetish bilan hamma narsa avtomatik bo'lmaydi. Ko'pchilik o'ylaydi, yoshim yetdi, davlat o'zi tayinlaydi. Amalda ariza, hujjat, staj tasdiqlari, ish haqi ma'lumotlari kerak bo'ladi. Kech murojaat qilish ayrim to'lov davrlariga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun pensiya yoshiga yaqinlashgan odam kamida bir necha oy oldin hujjatlarni yig'ishni boshlash kerak. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring.
pasport yoki ID karta, JSHR, tug'ilganlik haqidagi ma'lumot, nikoh yoki familiya o'zgarishi hujjatlari tartibda bo'lsin. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, eski va yangi hujjatlar bog'liqligini tasdiqlovchi hujjatni saqlang. Ikkinchi qadam, pensiya hujjatlaringizni bitta papkaga joylang. Mehnat daftarchasi arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar. Pensiya tayinlangani haqidagi qaror yoki bildirishnoma, bank hisob raqami, nogironlik yoki boshqa imtiyozga oid hujjatlar alohida saqlansin. Hujjatlar yo'qolsa tiklash vaqt oladi. Ayniqsa eski korxona hujjatlari bo'yicha kechikish katta muammo keltiradi. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, pensiya ishingizdagi ma'lumotlar to'g'ri ekanini tekshirtiring. Siz shunday mazmunda murojaat qilishingiz mumkin. Mening pensiya ishim bo'yicha shaxsiy ma'lumotlarim, yashash manzilim, stajim, bank hisobim va qo'shimcha to'lovlarimni tekshirib, mavjud xatolar bo'lsa yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Arizani yozma topshirganingiz yaxshi, chunki javob ham rasmiy bo'ladi. 4-qadam. Bank kartangizni himoya qiling. PIN kodni hech kimga aytmang. Kartani doimiy ravishda boshqa odamga berib qo'ymang. SMS xabarlarni o'chirmang. Agar farzandingiz yoki qarindoshingiz sizga yordam berayotgan bo'lsa, buni qonuniy tartibda rasmiylashtiring. Ishonchnoma muddati tugashdan oldin yangilang. 5-qadam. Agar ishlayotgan bo'lsangiz yoki ishga kirmoqchi bo'lsangiz, avval qaysi to'lovlaringizga ta'sir qilishini so'rang. Pensiya bo'limiga boring va aniq savol bering. Men rasmiy ishga kirsam, asosiy pensiyam, ustamalarim yoki ijtimoiy yordamlarim o'zgaradimi? Og'zaki javob bilan cheklanmasdan imkon bo'lsa yozma tushuntirish oling. 6-qadam. Chet elga uzoq muddatga ketayotgan bo'lsangiz, oldindan maslahat oling. Qaysi muddatda, qaysi maqomda ketayotganingizni aniqlang. Vaqtincha safar, davolanish, mehmonga borish, doimiy yashash uchun ko'chish bularning huquqiy oqibati bir xil emas. Pensiya bo'limiga vaziyatingizni tushuntiring. Kerakli tartibni so'rang. 7-qadam. Agar pensiyangiz kamaygan, to'xtagan yoki tushmay qolgan bo'lsa, darhol vahimaga tushmang, lekin kutib ham o'tirmang. Avval bankdan hisob harakatini oling, keyin pensiya bo'limiga boring. Sababini yozma ravishda so'rang. Agar siz sababga rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Har qanday og'zaki gapdan ko'ra yozma javob kuchliroq. 8-qadam. Ortiqcha to'lov haqida talab kelsa, summani tekshirtiring. Qaysi oylar uchun, qaysi asosda, qanday hisob-kitob bilan ortiqcha to'lov aniqlanganini so'rang. Agar xato sizniki bo'lmasa yoki hisob noto'g'ri deb o'ylasangiz, dalillarni yig'ing. Mehnat hujjatlari, bank ma'lumotlari, tibbiy xulosalar, arxiv javoblari va boshqa dalillar sizni himoya qiladi. Tasavvur qiling, bir pensioner 2.800.000 so'm pensiya oladi. Unga yana 400.000 so'm qo'shimcha yordam berilgan. Keyin u rasmiy ravishda ishga kirib, oyiga 1.500.000 so'm maosh ola boshlaydi. Agar o'sha 400.000 so'mlik yordam daromadga bog'liq bo'lsa, tizim buni aniqlaydi va qo'shimcha yordamni to'xtatishi yoki qayta hisoblashni boshlashi mumkin. Pensioner esa pensiyamni kesishdi deb o'ylaydi. Aslida asosiy 2.800.000 so'm saqlangan, faqat shartga bog'liq qo'shimcha to'lov o'zgargan. Yana bir holat. Bir ayolning pensiyasi erining vafotidan keyin boquvchisini yo'qotganlik asosida tayinlangan. Keyinchalik u yoshga doir pensiyaga ham huquq oladi. Bu vaziyatda qaysi to'lov foydaliroq ekanini hisoblatish kerak. Ba'zan ikki pensiyani to'liq birga olish mumkin emas, tanlov qilish talab qilinadi. Agar odam buni tushunmasa, bir necha oy noto'g'ri to'lov olib, keyin qaytarish majburiyatiga duch kelishi mumkin. Yana bir misol. Pensionerning eski mehnat daftarchasida 10 yil ish staji yozilgan, lekin korxona nomi o'zgargan, muhr-xira lavozim to'liq ko'rsatilmagan. Pensiya tayinlanganda bu davr hisobga olingan. Keyin tekshiruvda arxivdan qo'shimcha tasdiq so'raladi. Agar fuqaro arxiv ma'lumotnomasini topib bersa, muammo hal bo'ladi. Agar topilmasa, o'sha davr stajdan chiqarilishi va pensiya miqdori kamayishi ehtimoli paydo bo'ladi. Shuning uchun eski hujjatlarni tashlab yubormaslik kerak. Yana bir nozik misol. Pensioner vafot etadi, lekin pensiya keyingi oy ham kartaga tushadi. Oila bu pulni marosim xarajatlariga ishlatib yuboradi. Keyin idora ortiqcha to'lovni qaytarishni talab qiladi. Oila hayron bo'ladi. Axir pul o'zi tushdi-ku deydi. Lekin pensiya shaxsning tirikligi va huquqi bilan bog'liq to'lov.
shaxs vafot etgandan keyingi o'rtacha tushum qonuniy asosga ega bo'lmasligi mumkin. Shu sababli bunday vaziyatda darhol rasmiy tartibda xabar berish kerak. Aziz tomoshabinlar, pensionerlar uchun yangi tartib va cheklovlar deganda eng avvalo hujjatlarning aniqligi, to'lovlarning qonuniyligi, qo'shimcha yordamlarning shartlari, bank kartasi xavfsizligi, yashash joyi va shaxsiy ma'lumotlarning to'g'riligi tushunilishi kerak. Oddiy, halol, hujjatlari joyida bo'lgan pensioner vahimaga tushmasin, lekin beparvo ham bo'lmasin. Bugungi kunda eng katta xato bu, men pensiyaga chiqqanman. Endi hech narsani tekshirish shart emas deb o'ylashdir. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Pasport va bank ma'lumotlaringizni tekshiring. Qo'shimcha to'lovlaringiz qaysi shart bilan berilayotganini aniqlang. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering, lekin hammasi qonuniy rasmiylashtiring. Shunda pensiya to'lovida uzilish, ortiqcha qaytarim yoki tushunmovchiliklar xavfi ancha kamayadi. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, pensiyangiz kamayganmi, to'xtaganmi yoki hujjat so'rashganmi? Albatta izohlarda yozing. Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa yoshi katta insonlar uchun juda muhim.